Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, bugungi videorolikimiz yanimiz Vodnikda Vahab do'konining ko'chasi, asfalt ko'chaning, kafelchilar ko'chasi desam bo'ladi, napitkachilar ko'chasi desam bo'ladi. Bu yanimiz Sadat to'yxona, domni hamma biladi. Shu zdaniyamiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Zudlik bilan ulgurib qolinglar. 31-35 Общий 1100 kvadrat. Plita bilan bosilgan, silikatdan bo'lgan. Beni bo'lib qo'ydi. Hozir bir chetda ichanlarni tanishtirib o'taman. Yo'lni bo'yinda xolasangiz uy eting, xolasangiz do'kon eting, xolasangiz zdaniya eting. O'zi bu natural zdaniya. Lekin turar qilsangiz bo'ladi. Muammosi yo'q. Ishordan 5 yurib tutdi. Sel arraka chiqsangiz 9-4, yana arrak yursangiz 19 ga chiqasiz. Eng hurmatli obunachilar, qani ketdik. Bismillah deb tanishib o'tamiz. Rishotkalar qilingan. Anamiz 100% eshikimiz arqa eshik ekan, qarashni. Beramiz bir xona. Berni o'zi bo'lib qo'yibdi, mana shunday endi arenda berib turgan ekan. Silikatdan bo'lgan, plita bilan bostirilgan. Yerimiz razmerine yeniden olmasak 7'ye 6'ya kullanılacak. Primo mülkiyeden doğru mülkiyesine uğrup yaklaşabilirsler. Yani nomenini koyamız. Kadastr hüccetine iyi. Yerimiz kalidorat koydulayının bölgeler. Birden bir kanamız var. Bu. Bir işe almayan. Bir dönem çok boğan. Az vaktince pek koydular. Bir yerde yine bir xana kıldılar. Birimiz 6'ga 5 olacak. Bunun arkasından yine xana var. Buradan bölgeler. Hem özel kolay. Gaz ve sudan mamma yok. Transporttan mamma yok. Yolun üstünde. Şurada bir kere çok koydular zaranın üstüne. 1100 kvadrat общий. Toşni yazıp koyamız. Primo mülkiyesinden sorarsanız mümkün. Kadastr hüccetlerine ega. Mülkiyesi bilan gaplashaverasiz pulni aralashamiz. Doğru notariusda beraverasiz pulni, xudo xolasa. Hech qanday muammo yo'q. Natural zdaniya. Turar qilsangiz ham bo'ladi, xolasiz. Natural qilsangiz ham bo'ladi. Natural, natural bu, ustural bo'lib turadi. Yana bu yerimiz 7'ga 6'ga hurmatli obunachilar. Bu yer ham bir arenda bir. Shu yerda ilingan. Bu yerda bir xona bor. Bu yerda ilingan. Bu yanimiz, bu yan xod. Mashinalardan xod. Bu yerda yana bir xonamiz bor. Buni ham ilib qo'ydilar. Bir ko'p odam biladi bu yerni. Maktabam, bog'cham, hamma o'zi qulay. Sadat to'yxonaning yoni bu. Bu yerimiz darvoza, hamda kafelchilar. Bismillah, kelamiz xudo. Silikatdan bo'lgan, plita bilan bostirilgan. Bu yerdan ham yangi xod aytdim-ku. Bundan ham chiqsa bo'ladi deb. Bu yerda yana 3 boks va undan tashqari bular ferma bilan bostirilgan ekan. Yozib hojatxonasi ham bor. Endi kuzovchilar birsi, motoristlar, motor xadovoylar hammasi 3 odamni berib qo'ydi ekan. Bu yerda mening oshxonasi, dushovi bor. Bu yerda yana 2 xona undan boshqa. Zdaniyamizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanimiz temir yo'l poyezd qatnab turibdi. Bu yerda suvchilara, kafelchilar ham Toshkentdan, Buxorodan, boshqa yerlardan vaz yuklar berishi mumkin. Poyezd xolasa yukni olib qolishi mumkin. Dim zo'r variant. Depoga yaqin ekan bu yer. Ulgurib qolinglar. Bundan zdaniya ham o'q chiqavermaydi. Bahasam skalant baha. Bahasini o'zi aytaman dedi. Primo mülk egasini nomerini qo'yamiz. Haydovchilar uchun yana bir yamat qo'ydilar.
Hurmatli obunachilar, arenda bersangiz ham 30 ming o'zi. Tayyor biznes. Aytganimdek, hamma joy qulay. Ulgurib qolma. Keyingi ro'yxatlarda görüşünce deyman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmoqni, podpisatsiya qilsang, like bosishni unutmang. Bizning kanalimiz fayzli, xayrli, ibratli, omadli. Telegram, Instagram, TikTok, YouTube'da hammasida reklamamiz ketadi. Xizmat bo'lsa bemalol reklama xizmat qilib beramiz. Sotib olib beramiz, sotib beramiz. Bizlarga xizmat bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ekranda nomerlarni yozib qo'yamiz. Keyingi ro'yxatlarda görüşünce sog' bo'ling, omon bo'ling. Salomat bo'ling.